Otaginam. Yana buzildimi? Sho'tta katta bo'lganman-da, kursdoshlar. Ya, onamiz keldi. Assalomu alaykum, aka. Sizdan Tuzumsada. o'tirganda kim turqsovlar? Kursdoshlarmi, mana? O'zi kontrakt o'qishanda menga yana mehmon olib kelasan. Xush kelibsizlar yigitlar. Ota-onalar yaxshimi, onanglar? Kiringlar. Fu, buncha chang urdi. Uylar buncha kichkina. Kattasi kerakmi? Uyni kattasi kerakmi? Kirov rozi kichkinasiga keyin kattasini ham qilamiz. Amin. Sizlar keldinglar, balo kelmasin. O'zi qachon ketyapsizlar? Ertaga ketamiz ha? Dushanba ketinglar. Bular bekorchimi sanga? Ishlari bor. Ertaga ketasizlar, ha? Oyi, o'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim-da, devzira deb tosh qilib bering. Beraman o'g'lim. Qo'y ikkidan bo'lsin. Ottikidan bo'lmaydimi? O'ttiga ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Bilma. Amaki, Yeb bashing qursana. tualet bormi? Yo'q, biz inanib kelayotganku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsat olasizmi? Yo'q. Amaki qatta u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jacuzzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi u? Optimallashtirgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik. Sabr qilib yuring. Ustilarni chechmay yotinglar, sovuq bo'ladi. Atak pechkani jag'ib qo'yganman. Bo'pti. Polashka, Nurik qatta. Nima u itingmi? Yo, kursdoshimiz. Turunchilaring bor edi-ya, u tualetga ketgan. Hali beri kelmaydi. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajni kerak bo'ladi xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi, Panji? Kursdoshlaringni olib kelsa, bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Yoqqa. Achking qimmat ekan, ha? Sovg'ami bu? Bu yoqqa, bu yoqqa kelsan. Tushunmadim. Akalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Любойga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobius ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman, tushundingmi? Anji. Assalomu alaykum, amaki. Nima meni mehmonlarim jinni qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'ladi. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Qayerdansan, Nurik? Viloyatdan. Sanchi? Tumandan. Oho, mashularni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylanman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish? Bunlar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Ya, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, shu 350 mingga tushdi salat. Yegiz kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashka. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda, ha? Yegiz kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuring. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svetam o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarni olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutka bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisini olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi.
Buncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday soatcha 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxod qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang, shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Sadqaga odam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam emas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Sen yotishingni qara, ana to'yirni borasini qara, uyga yetim olib kelib boqyapti. Qancha soatga qolyapti, sen yotishingni qara. Nima endi dada, men ham yetim olib kelaymi uyga? Olib kela olasanmi, qo'lingdan keladimi? Bo'ldi, zo'rdan topib olib kelaman dada. Zo'r yetim olib kelaman. Mana dada, qip-qizil yetim olib keldim. Ya, sariq-ku bu. Metiskada bu. Ismi Umidjon. Orzuim shunaqa velikni bir marta haydash edi. Maylimi bir marta haydasam dadajon. Voy, dadajon degan tilingdan. Ola qil bolam, ola. Hozir kelaman dadajon. Zo'r yetim olib kelibsan. Yeysan yotasan, ha? To'yirni bolasini qara, ertalabda shudgor qilyapti. Shu to'yli bolasini ham bor-ku. To'xta. Ha? Umidjon kelmadimi hali? Men qayerdan bilay, bolajoningizni-ku. Qayerda yotdi ekan bu? To'yli bolasi. Jonga tegding-san. Namuncha ertalabdan turib shudgor qilyapsan. Dadam ertalabdan ish qilsak baraka bo'ladi degan. Obedda tur, iltimos. Menda tinchlik bo'lmayapti. Obedda tur. O'g'iltoy. Ha, otam Nurim. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prokuror. To'yirning bo'lmasa, prokurormish. Harakat qilmaysanmi? To'yirni bolasini qara, qo'y boqib harakat qilib yuribdi. Aman ham katta bo'lsam sizni boqaman. Qo'ymanmi boqasan? To'xta. Umidjon qanot biladi. Bilmayman, kelgani yo'q. To'yini bolasi. Muncha mehnat sevarsan, ha? Bor qo'yini boshqa joyda boq, mana uyimni oldida boqma. Qayerda boqay? Bilmayman, dadam ko'rmaydigan joyda boq. Spetsialni qilyapsanmi? Ha? Ha? Dada diskimni ko'rmadingizmi? Ko'rdim, qanaqa disk ko'rayotganingiz, o'g'iltoy? To'yirni bolasini qara, ko'zi ko'karib kaltaga yetib ketdi. Disk ko'rib o'tirishingni qara. Hozir kaltaga yetib kelaman. Umidjondan xabar yo'qmi? Kimdan kaltaga yeding? Men ham yeb kelay. Qo'yning bolalaridan. Qattiq urmaydimi? Sal og'riydi. Men ketdim, yeb kelay. O'g'lim, shunaqa ko'zing ko'karib yotaver. Ana to'yirni bolasini asrab olgan yetimini qara. Nima qildi yana bilan? Uy yutyapti, uy. Bizni yetim qani? Umidjon qani? To'yini bolasi, zanjirband qilding. Qanday yutding uyni? Kechamga eski Uzcard kartochkani bergandim. Kartani uyg'ot aksiyasida qatnashib, u yutib oldi. Endi Uzcard hamma aksiyalarda oilaviy qatnashamiz. Shunaqa boshimchani bir marta haydash edi. Tanish ovoz. Bir marta haydasam maylimi dadajon? Tezda qaytib kelaman dadajon. Umidjon! Belik qani Umidjon? Assalomu alaykum akajon, nima ish qilish kerak? Shu bir kichkina tualet qurish kerak edi-da. Bo'ldi, biz quramiz, akajon, ustani bo'lisini topdingiz. O'tiringlar. Men boraman. Men boraman. Voy ulan, sevdim shu bachani, sevdim. Ya asta sevmayver. Nima qilyapti bu? Proyekt chizamiz aka. High-tech bo'lsinmi, no-klassik bo'lsinmi? Menga shu oddiy qishloqcha tualet bo'lsa bo'ldi. No-klassik ekanda. No-klassik emas, shved. Bunday o'tiradiganimi? Qara gitding, qaraman deb shirrim mindik.
Singilcha, shu sevishadigan joymi? Undan ko'ra choy-poy damlab keling, odamni hijolat qilyapsiz. Senga aytdimmi, menga aytdimi hozir? Bilmayman, ko'zi menga qarayapti, qo'li senga qarayapti-ku. Qanday chiqasan endi? Sen ham pastga tushganda bitta zo'r narsa o'yladim. To'xta, tushaman-ku. Endi nima qilamiz? Endi sen meni ko'tarib tepaga chiqarasan. Davay, ko'tar. Ya, qayerda ushlayapsan? Oyoqdan ushla. Oyoqdan ushlayman. Ko'tar. Endi men qanday chiqaman? Endi men ham pastga tushaman-da, seni ko'taraman. Ha, sani kallang ishlaydi. Miyangni qattiq salani. Bo'ldimi, tayyormi? Tayyoram aka. Qanday ishlataman buni? Mana qarang. O'tirdiz to'g'rimi? Knopkani shunday bosasiz, kimdir suv olib keladi. Rayhon nimaga ekilgan? Rayhon, освежитель. Xonada har xil hidlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qo'lingizda bunday ish qalaysiz-da, hid bartaraf bo'ladi. U ham mayli, nimaga oq plyonka o'rab qo'ydinglar bunga, ha? Men aytdim-ku, neoklassik usul dedim-ku. Qarang, men aytib o'tiribman, siz bitta qaranglar. Ha, Ko'rinyapmanmi? ha, ko'rinyapsan. Demak, siz tualetda odam bor deysizda, kelmaysiz bu yoqqa. Aha, no klassika. Yaxshi, obed qilaylik-a? Davay, tayyor. Ketdik. Sizga yoqdimi? Zo'r. Malades bola. Kasbkorlaringga baraka bersin. Kechirasizlar, men bor uzr. Obed qilasizlarmi yoki ovqat yeysizlarmi? Nima qilamiz? Obed qilamizmi, ovqat yeymizmi? Yo, hozir obed qilaylik, keyin ovqat yeyveramiz. Obed qilamiz ekan. Hozir olib kelaman. Rostdan ham ustani bo'risi ekansan, uka. Rahmat. Tualetda kim bor aka? Qizim bor edi shekilli. Qizim? Tualetga kim tushib ketdi? Sevgili, qoch. Qarab, qutqara olmaymizmi? Manaqa tushing, singlim, manaqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men tanimayapsizmi? Men Kamila Lo'lo blogerman. Ya men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Hozir telefon qilishim boraman, ukalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, hozir 1 minut hal qilib yuboraman, ukam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li bloger. Yur, ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turabga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Lo'lo pipimi deydi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Shuma Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vayshi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Ukalarimga aytyapman, tushyapman. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm? Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Xo'land bilan Gvardiola kelayotganmish. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi eshonlar bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q-e. Talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. Hozir men Termizdaman. Sen manaqaga? Seni kim eding sen? Papillomanmi, kim eding? Ukam Kamila Lo'loman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegibsiz, ukam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga. Seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming.
Jindi. Aktiving tushib ketsin.